Sizlar uchun 10 ming so'mlik do'kon topib qo'ydim. Narxi juda ham arzon ekan. Bu yerda shunaqa uy-ro'zg'or buyumlardan tashqari kiyim-kechaklar ham bor ekan. Videoni ochiq ko'ringlar, narxlarni ham sizlarga aytib o'tamiz. Qaranglar, mana bu boshqa do'konlarda 15 ming so'm sotilib turgan, bu yerda 10 ming so'm ekan. Idishda yuvish uchun shunaqa gellar 10 ming so'm ekan. Bu 1 litrdagi. Mana bu so'mkachalarim 10 ming so'm ekan. Qaranglar, o'zi ayiqchasini o'zi 10 ming so'm sotiladi. Mana shu so'mkachasi bilan 10 ming so'm. Xo'p, mana bu uzuklar ham, boldalar ham hammasi 10 ming so'mdan. Shunaqa yosh bolalarda shubali ishtonchalar ham, qalin ishtonchalar ham 10 ming so'm ekan. Bular ham 10 ming so'm ekan. Undan tashqari mana shapkachalar bor ekan. Bular ham hammasi 10 ming so'mdan. Assortiment juda ham ko'p. Videoni ochiq ko'rib tursalaring, manzilni ham aytib o'tamiz. Mana shunday Xitoyda original kurtkalari 85 ming so'm ekan. Mana bu ko'rib turgan oldi zamonaviy jimparlar ham ayollarga 95 ming ekan. Buni nomi Teddy deyiladi ekan. Bundan tashqari bunaqasi ham 95 ming so'm ekan. Bular hammasi Xitoyda original narsalari. Do'konlarda 15 ming so'm sotilgan shunaqa ashjitel, bu yerda 10 ming so'm. Mana bunday ayollarning oyoq kiyimlari 130 ming so'm ekan. Qaranglar, sifatini bu Xitoy bo'ladi ekan. Boshqa joyda 2,5 ming so'm sotib turgan 5 li pampers bu yerda 2 ming so'm ekan. Mana bu shipirgilar ham esa 10 ming so'mdan ekan, yalmoq kampir shipirgilari. Mana bu jomlar ham, mana bu paqirlar hammasi ko'rib turganlari 10 ming so'mdan. Bu yerda detskiy kiyimlar ham mavjud, ko'rishlarim mumkin assortimentda. Bu tomondagi detskiy kiyimlar ham hammasi original Xitoy tovarlari. Bu yerda non yopadigan 10 ming so'm ekan. Mana shuni o'zi asl nomi nima? Kommentar yozib ketinglar. Bu pichaqalar 10 ming so'm ekan, gaz yoqqan jajgalkalar hammasi 10 ming so'mdan ekan, qaranglar. Shunaqa patnislar ham 10 ming so'm ekan. Bu arzon do'konni manzili qaytarib so'rgan obunachilarim uchun manzil Farg'ona viloyati Quvvat tumani Akibarobodda bo'lyapti. Akibarobod sentrida. Xo'p, mana bu tomon Tashlag'dan kelish, mana bu tomon Quvaga ketish. Mashhad Akibarobod sentri. Iforaxon ayollar kiyimlari bu yerga mana 10 ming so'mlik tovarlarni qo'shdi.